Yurtimizda aholining demografik va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari, yashash darajasi, hududning qishloq xo'jaligi holati, fuqarolarni asosiy turdagi mahsulotlar bilan ta'minlash masalasi hamisha e'tibor markazida. Shu boisdan 2016-yil 15-yanvardan 28-fevralgacha aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri o'tkaziladi. Bu jarayon mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini strategik rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega. Navbatdagi lavhamiz ayni mavzuda tayyorlangan. Ro'yxatga olish orqali 38 million aholining yoshi, oilaviy holati, ta'lim darajasi, migratsiya jarayonlari, ish bilan bandligi va daromad manbalari haqida yagona ma'lumotlar bazasi shakllanadi. Shu bilan birga qishloq xo'jaligida yerdan foydalanish, chorvachilik va parrandachilik ko'rsatkichlari aniqlanadi. Tadbir 2 bosqichda amalga oshiriladi. Avvalgi 17 kun davomida fuqarolar census.uz portali orqali One ID tizimi yoki jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami yordamida onlayn ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Keyingi bosqichda esa mahalla yetiligi va boshqa faollar uyma-uy yurib ma'lumotlar to'playdilar. Hozirda viloyat statistika boshqarmasi tomonidan joylarda tayyorgarlik ishlari izchil olib borilmoqda. Mahallalarda, maktablarda va ta'lim muassasalarida aholiga ro'yxatning mazmun, mohiyati va maqsadlari haqida tushuntirishlar berilmoqda. Mahalla yettiligi tomonidan olib boriladi ro'yxatga olish jarayonlari. Mahalla yettiligini ro'yxatga olish uchun ularga har birining o'zlarining vazifalari belgilab beriladi. O'z navbatida mahalla raisi ro'yxatga olish uchastkasining boshlig'i hisoblanadi. Inspektor, uchastkoylar ularning yordamchisi va o'sha uchastkada statsionar uchastka ochiladi. U statsionar uchastkamizda ham mahalla raislari ba'zi bir xodimlar uyiga borganda, xohlamaganda yoki qanaqadir uyida bo'lmay qolgan holatlar bo'lsa yoki mahallaga borib beraman deganda statsionar uchastkaga kelib o'z navbatida topshirib ketadi. Yig'ilgan ma'lumotlar hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish, ayollar va bolalar salomatligini yaxshilash va oilalarga yordam ko'rsatish dasturlari uchun asosiy manba bo'ladi. Bundan tashqari aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijalari milliy barqaror rivojlanish maqsadlarini baholash, xalqaro reytinglarda mamlakatimizning o'rnini yuksaltirish, xorijiy investorlarni jalb qilish va turizm salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ro'yxatga olish natijalari davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda, aholi uchun qulay sharoitlar yaratishda va ijtimoiy-siyosiy adolatli shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, aholi va qishloq xo'jaligini birga ro'yxatga olish moliyaviy tejamkorlikka hamda zamonaviy statistika tizimini yaratishga zamin yaratadi. Eng muhimi, ro'yxatga olish jarayoni faqat raqamlar yig'ish uchun emas, balki fuqarolarning turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladigan muhim qarorlar qabul qilish uchun asos bo'ladi.